أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من الراشدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أنواع الخطأ المختلف فيه اختلافهم في تضمين الراكب والسائق والقائد. قصدنمaz xato zahmlantirish jinoyatlarining turlaridan ulamolar ixtiloflashib qolgan masalalardan mush masala bor edi. Uloqqa mingan kishi yoki uloqni so'rab ketayotgan kishi yoki uloqni haydab ketayotgan kishi uloq zahmlantirgan ahvolda uning to'limini to'lamdi demoqchi. فقال الجمهور هم ضامنون لما أصابت الدابة. كبشلك ألملا تولد دبته. واحتجوا في ذلك بقضاء عمر رضي الله عنه على الذي أجرى فرسه فوطئ آخر بالعقل. Bularning dalili Hazrat Umar radhiyallohu anhu ot choptirib ketib birisini dastivatgan kishiga diyat to'lashga hukm qilib qo'ygan. Aql nishada diya demoqchi. وقال أهل الظاهر لا ضمان على أحد في جرح العجماء. Çarpaylarninki yoki hayvonlarning zahmlantirishida hech kimga to'lam kelmaydi debdi zohiriylar. Al-ajma degan zuvansiz çarpay demoqchi. Wa atamadul athara ath-thabita fihi anhu sallallahu alayhi wasallam min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sallallahu alayhi wasallam: jurhul ajma'i jubar wal bi'ru jubar wal ma'dinu jubar wa fir rakazil khums. Bu muttafaqun alayhi hadis Sahih Buxoriydan bu. Buxoriyning lafzi lekin al-ajma'u jubar deb kelgan. Jurh degan so'z yo'q. Jubar degan hadir degan ma'noda, ya'ni to'lanmaydigan demoqchi. Hayvonninki zahmlantirishiga to'lam kelmaydi. Val bi'ru jubar quduq qochib ketgan ahvolda to'lam kelmaydi. Albatta bu odatdagi quduq qochib ketgan ahvoldagi gap, lekin kishilarning yo'liga ozga yoki o'rak qo'lab qo'yib tushib ketib qolsa, ular to'lam keladi. Val ma'dinu jubar, kan ishchilari kanda kan basilib zahmlanib no'qib qolsa to'lam kelmaydi. Va fir rakazil khums, rakaz deganimiz Hanafiy mazhabda ashkan boyliqlarini ko'rsatadi. Ko'pchilikning nazarida jahiliyatda burungi davrdagi mushriklar yagi ko'mgan deb dunyoni ko'rsatadi. Demak, bu oxirgi jumla fir rakazil khums ashunda boyliqlarda 20% zakat qildi degan jumla to'lamga asossiz. Bu zakat munosiblik jumla. فحمل الجمهور الحديث على أنه إذا لم يكن بالدابة راكب ولا سائق ولا قائد. Ko'pchilik olimlar hayvonning zahmlantirishiga to'lam kelmaydi degan bu hadisni egisi bo'lmagan ahvolda, yo egisi minmabdi, yoki haydab mangmabdi, yoki so'rab mangmabdi. Egisi endi yo'q ekan. Mushunda ahvolda birisini zahmlantirib olsa, egisiga to'lam kelmaydi deb tushundi. لأنهم رأوا أنه إذا أصابت الدابة أحدا وعليها راكب أو لها قائد أو سائق فإن الراكب لها أو السائق أو القائد هو المصيب ولكن خطأ. Çünkü ular jumhur agar bir kishi ularni mingan yoki haydayotgan so'rgan ahvolda bo'lsa, shu minguchi, hayduvchi yoki so'rguchi jinoyatni shu ishlagan bo'ldi. Lekin bu jinoyat qasddan bo'lmay, xato ishlangan hisobda. Vaqtalafal jumhur fima asabat ad-dabbatu birijliha. Ko'pchilik olimlar yana hayvon oqib bilan zahmlantirgan ahvolda to'lam masalasida ixtilof chiqib qoldi. Rij degan mishada hayvonning oqibini ko'rsatdi. فقال مالك لا شيء فيه. إمام مالك تلم كميدو إن لم يفعل صاحب الدابة بالدابة شيئا يبعثها به على أن ترمح. ترمح ديان تبدو ديان مانده. Yani ulaqning egisi hayvonni tepish uchun bir kushkirtgan ahvol bo'lmasa, tepishiga sabab bo'lmasalar, uningda to'lam kelmaydi debdi. Va qala Shafi'i yudammanu ar-rakibu ma asabat bi yadiha aw bi rijliha. İmam Shafi'i ulaqni mingan kishi ulaq oldi putulan tepgan bo'lsin yoki keyni putulan tepgan bo'lsin yoki dasratgan ahvol bo'lsin, ulaqni mingan kishi to'laydi debdi. Va bihi qala ibn Shubrma va ibn Abi Layla وسويا بين الضمان برجلها أو بغير رجلها.
ibn Shubr bilan ibn Abi Layla bular oq puti bilan zaxmlandigan bo'lsin, boshqa bir yeri bilan, ya munguz bilan masalan, yoki qistab zaxmlandigan bo'lsin masalan. Nari bilan zaxmlandigan bo'lsin, tulam o'xshash kildi, ya'ni shu ularning egizki tulam kildi debdi. Va bihi qala Abu Hanifa. Imom Abu Hanifa mo o'xshash nari bilan zaxmlandigan bo'lsa kildi demoqchi ekan. İlla annahu istathna ar-ramhata bir-rijli aw bil-dhanb. Lekin Imom Abu Hanifa oq putulan tepgan bo'lsa yoki quyruqini shipbanchib urgan bo'lsa, zaxmlandigan ahvolda tulmaydi debdi. Lekin oldi putulan yoki munguz bilan zaxmlandirib to'laydi demoqchi. وربما احتج من لم يضمن رجل الدابة بما روي عنه صلى الله عليه وسلم الرجل جبار. Oq putini shundan chiqarib o'tib, oq putida zaxmlandigan ahvolda to'lmaydi deb qaraganlar, mushu hadisni dalil qilishi mumkin. ولم يصح هذا الحديث عند الشافعي ورده. Bu hadis Imom Shafi'ning nazarida sahih deb qaralmay, buni qabul qilmay rad qilgan. Amaliyotda bu hadis ojiz. Hamda nima uchun oq putida tepsa yoki quyruqi bilan urutib qolsa to'lam kelmaydi deganimizda, chunki otni minib mangan kishi oldi qarab o'tgandan keyin hayvonning oldi puti bilan mungizi shularni ko'rib turdi, shularga mas'ul. Lekin oq puti yoki quyruqi kimni zaxmlantirsa, ko'rmagandan keyin u mas'ul bo'lmaydi demoqchi. وأقاويل العلماء في من حفر بئرا فوقع فيه إنسان متقاربة. Alimlarninki bir kishi bir quduqni ko'lab, unga bir odam tushib ketib qolsa, buni qanday bartaraf qilishda olimlarning qarashlari asosan yaqin keldi. قال مالك إن حفر في موضع جرت العادة الحفر في مثله لم يضمن. Odatda ashunda quduq ko'laydigan yerida quduq ko'lagan bo'lsa to'lamaydi. Va in ta'adda fil hafr damin. Odatda hech kim quduq ko'lab boqmaydigan bir yer quduq ko'lab qo'yib, unga bir kim tushib ketgan bo'lsa to'laydi demoqchi. وقال الليث إن حفر في أرض يملكها لم يضمن وإن حفر فيما لا يملك ضمن. İmam Lays o'zining ziminida ko'lagan bo'lsa bir odam tushib ketib qolsa to'lamaydi. Boshqalarning ziminida yoki kang ammoga taba mulklarda ko'lab qolsa to'laydi debdi. Faman damina indahu fa huwa min naw' al-khata. To'laydi deganlar buni xato jinoyat qatoridan sanadi. Buni al-qatl bi sabab deb atishi mumkin buni. Va kadalika ixtalafu fi ad-dabbati al-mawqufa. Yana olimlar bir yerda to'xtatib qo'ygan uloq haqida ixtiloflashdi. Faqala ba'dhum in awqafaha bihaythu yajibu lahu an yuqifaha lam yadman. Odatda uloq to'xtatib qo'ygan, uloq bog'lab qo'ygan yoki bog'langan bo'lsa, to'g'izib qo'ygan bo'lsa to'lamaydi. Va illam yaf'al damina. Odatda uloq bog'lamaydigan yoki bog'lab qo'ygan bo'lsa, uloq bir kishini zaxmlantirib qo'ysa to'laydi demoqchi. Va bihi qala ash-Shafi'i va qala Abu Hanifa yadmanu ala kulli hal. İmam Abu Hanifa har qanday ahvolda to'laydi. Ular bog'lab qo'ygan yer bo'lsin, boshqa yerga bog'lab qo'ygan bo'lsin, zaxmlandirish to'laydi demoqchi. Va laysa yubri'uhu an yarbitaha bi mawdi'in yajuz lahu an yarbitaha fihi. Ular bog'laydigan yerga bog'lagandim desimi, uni to'lamdan qutuldirolmaydi. Kama la yubri'uhu rukubuha min damani ma asabathu. Xuddi ular mingan ahvolda ular birisini zaxmlandirsa to'lamdan qutulanmagandek egisi bog'laydigan yerga bog'lasimi to'lamdan qutulanmaydi. Va in kana rukubu mubahan. Ular minish mubah la qatardan. Va ixtalafu fil farisayn yastadimani fayamutu kullu wahidin minhuma. Ikki otliq kishi ot chaptirayotgan holatda bir-biri bilan har ikkisi o'lib ketib qolsa, buni qanday bir taraf qilishda olimlarning qarashi o'xshash bo'lmadi. Faqala Malik va Abu Hanifa va jamoatun. Imom Malik va Abu Hanifa va bir guruh olimlar ala kulli wahidin minhuma diyatul akhari va zalika ala al-aqla. Har biri birining diyasini to'laydi. Ma'o aninkini, avo maninkini to'laydi. Kim to'laydi desa, aqlisi to'laydi. وقال الشافعي وعثمان البتي على كل واحد منهما نصف دية صاحبه. Her biri karşı taraftan yarım diyetini to'laydi. Lenne kullu vahid minhuma mata min fi'li nafsi ve fi'li sahibi. Çünkü her birisi o'zining va qarshi tarafning ishi bilan o'lgan bo'lgandan yerimini o'zga tuturdi, yerimini qarshi tarafga turdi debdi. Yani yerimini o'to'laydi, yo putunni o'to'laydi, ma'mur o'xshash to'laydi desa, ikkisini balki qila qilmas. Takas qilib o'tsak, chekib o'tsak, ammo bo'lgan bo'lishi mumkin.
وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية. doktor xato ish qilib zaxmlantirish kelib chiqqan bo'lsa, u to'lam qildi. Ya'ni odam o'lib ketgan bo'lsa, to'liq bir diya qildi. yoki bir yerini zaxmlantirayotgan bo'lsa, shu yerni to'lam qildi. Mesela an yaqta'al hashafata fil qitan. Masalan, xatni qilgan chaqda uch tarafini qo'shib birga kesib o'tib qolsa, va ma ashbahada shunga o'xshashim. Endi bir ishni qilayotgan chaqda bir xatolikni qilib zaxmlantirib o'tsa, diyet to'laydi. Li'annahu fi ma'nal jani xata. Chunki bu xato jinoyat ishlab qo'ygan ma'nodagi kishi. Va an Malik rivoya annahu laysa alayhi shay. Imom Malikning yana bir rivoyati bor ekan. Hozir Imom Malik bir rivoyatda ijmo qilingan nimada. Yana bir rivoyatda ijmodan sir chiqib, to'lam kelmaydi debdi. Va zalika andahu idza kana min ahli at-tibb. Yani bu doktor bo'lib, haqiqiy davolash salohiyati bo'lgan kishi bo'lib, xatolashib qolsa to'lamaydi dedi. Nima uchun desa, xatolashib qolsa to'laydigan bo'lsa, doktorlik ko'zi qo'rqib, xatoni qilib qolsa to'lam qildi ekan deb, haqni davolashni o'zini tartish mumkin. ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن لأنه متعد. doktor bo'lmay, doktorlik qilgan bo'lsa, zaxmlantirib qolsa, to'laydiganligida ittifoq. Chunki u o'zini bilmadi. وقد ورد في ذلك مع الإجماع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن. Bunun doktorlik qilib bakmay, doktorlik qilaman deb birsin davolgan bo'lsa, zaxmlantirish kelib chiqsa to'laydi degan hadisni dalil qildi. Ijmo bilan birga yondashtirib akabdi. والدية فيما أخطأه الطبيب عند الجمهور على العاقلة. Yani köpçülük alimlarının nazarında doktor xatolashib qilib to'lagan to'lam bo'lib qolsa, buni o'zining yanch qilib bermaydi, aqilasi birdi. Ve min ahlil ilmi men ja'alahu fi mal at-tabib. Ba'zilar o'zgandan birdi debdi. Ve la xilafa annahu idza lam yakun min ahli at-tibb annaha fi malihi ala zahir hadith Amr ibn Shuayb. Amr ibn Shuaybning hadisi qaralgan bo'lsak, bundan nima ko'rindi desa, agar doktor olmay, doktorlik qilib olgan bo'lsa, o'cha yendin to'lish kerak degan gap chiqadi. ولا خلاف بينهم أن الكفارة التي نص الله عليها في قتل الحر خطأ واجبة. Alimlar o'tirdi. Her bir kishi xato birisini o'tirib qolsa, kaffarat vojib bo'lganligida ixtilof yo'q deydi. Yani hozir adam o'tiribdi, buning to'limiga diyet keldi. Endi uni yondashtirib kaffarat berish bor. Bunda ittifoq, yani xato o'tirib qolganda ittifoq. Vaqtalafu fi qatl al-amd hal fihi kaffara. Qasdan o'tirib qolsa kaffarat kelamdi deganda ixtilof bor. Va fi qatl al-abd xata'an. Yana qul birisini o'tirib qolsa, xato o'tirib qolsa kaffarat kelamdi mambu deb unda ixtilof bor. فأوجبها مالك في قتل الحر فقط في الخطأ دون العمد. İmam Malik her kişi xatolashib adam o'tirib qolsa kaffarat qildi, lekin qasddan o'tirib qolsa kelmaydi, ya'ni qul o'tirib qolsa kelmaydi. Hur qotil bo'lib qolsa demakchi. Hur qotil bo'lib qolsa kaffarat qiladi. Lekin qachon xato o'tirib qolsa, qasddan o'tirib qolsa kelmaydi. Yana hozir qasddan o'tirishda talash-tatish bo'ladi. Qasddan o'tirishda Qur'on Karim qasddan o'tirishda kaffarat tilgan bo'lgan edi. Uning ustiga bu qasddan o'tirishga ig'ir ahvol bo'lgandan keyin bu kaffaratidan yuyilmaydi. Va man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allohu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima bo'lgandan keyin kaffarat tilab buni asan bistarab qilinmaydi. Ham Qur'on Karimda shu oyatni degan chaqda kaffarat degan gapni. Lekin man qatala bundan xata'an fatahrir raqabasna shunda kaffaratni bayon qildi. 3 yerda kaffaratul qatl xata'ni bayon qilgan. Lekin qatlamda bir yerdan tilg'ab baqmagan. وأوجبها الشافعي في العمد من طريق الأولى والأحرى. قياس أولوي قلب إمام شافعي لن إمام أحمد وخطأ ترب كفارة واجب قلدهم بوسا قصدا قيام أهوال ألوت واجب بطريق الأولى. قياس أولوي جاتم قتل العمد دمو
كفارة كلدو دب واجب قطن. وعند مالك أن العمد في هذا حكمه حكم الخطأ. يقردا قستند كم يدود ده حكمه حكم الخطأ ده. عبدي جدول كشو. عبد مكان. قتل عبدي في قتل الحر شكل السركان. سلنا قلنا وعند مالك من خلوم ده. واختلفوا في تقليد الدية في الشهر الحرام وفي البلد الحرام. عند حرم أيلادا يعني أورش حرم قلنغان أيلا مثلا تد أي أشهر الحرم ذو القعدة ذو الحجة محرم رجب الفرد. عندن أش حرم ديارلادا مكة بعضهم مدينة مقتدو شو جايلادا ادم اتراب قالغان أهوالدا diyetni ig'irlashtiramdi. Chunki o'sha diyarninki o'sha aylanamni alayda hurmati bor. فقال مالك وأبو حنيفة وابن أبي ليلى لا تغلظ الدية فيهما. ولا أشهرم أيلادا هرم ديارلادا مكة مثلا مدينة مبازل قطدون. وندا شو عادة كذاك تلقان تلامنا تلتمس. وندا كيس قلتلقان يا قمترك تلتلقان شيوخ تيجي. وقال الشافعي إمام أحمد وإمام شافعي ولم بالله تغلظ فيهما في النفس وفي الجراح. بدن أترك أولده أنو تلمو إغرلشدو بدن أعزالنا زخملنك أولده إغرلشدو. أن bu taqlid ko'pincha ahvolda tuglarning yeyishini murakkablashtirishdan bo'ldi. Masalan 5 xilni 3 xilga 4 xilga tushirib qo'ydilar, shundan bo'ldi. وروي عن القاسم بن محمد وابن شهاب وغيرهم أنه يزاد فيها مثل ثلثها. أنا بعض دبته مش تابعي لا وأسنان الإبل دا تغلظ قميمز أش ديانın 3'ten birini üstüge katımaya debto. Mesela 100 tüge olsa 133 tüge yani. Lekin İmam Şafii, İmam Ahmed'la tağlizini qanday qilamiz deydi. Diyan mughallaz degan fi asnan al-ibil. وروي ذلك عن عمر مش tabi'inlarning qarashi Umar rivoyat qildi. وكذلك عند الشافعي من قتل ذا رحم محرم. Odat kadamni o'ttasi ustiga keldi desa, o'zining mahram tutqinni o'ttirib qolsa, ya'ni diya mughallaz bo'ldi. Chunki bu silarahimni o'zish bor, jinoyatning ustiga silarahimni o'zgan ahvol bor. وعمدة مالك وأبي حنيفة عموم الظاهر في توقيت الديات. الدياتنا بكتشتا كاغن نصوصلانın zahiri umumluqni bildirir. Onda yüzden artıq yoki onda mughallaz haram bo'lsa, ya zarahmin mahramni o'ttirib qolsa, yoki ashhurul hurumda adam o'ttirib qolsa, menda bo'ldi ayrim bir tag'liz qilgan ahvol yo'q. فمن ادعى في ذلك تخصيصا فعليه الدليل مع أنهم قد أجمعوا. Ondan ki onun alaylı bir delil bulmasa bu gapni ko'tarib chiqolmaydi. مع أنهم قد أجمعوا على أنه لا تغلظ الكفارة في من قتل فيما. Endi kafaret qiladigan bo'lsak, shu ashhurul hurumda, baladil haramda birisini o'ttirib qolsa, odat qiladigan kafaret mughallaz kelmaydi. Shu kafaret o'zi shu. Tahrir raqaba chiqqina qilsa degan gap yo'q. Undan keyin kafarat qiyas qilsa la tughallaz fil ashhuril hurum va la fil baladil haram degan gap chiqadi. وعمدة الشافعي أن ذلك مروي عن عمر وعثمان وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وإذا روي عن الصحابة شيء مخالف للقياس وجب حمله على التوقيف. Ashab kiramdan qiyosga xilaf holatda bir bekitish kelib qolsa, o'chada Rasulullohdan anglab, Rasulullohning ko'rsatmasi bo'yicha qilgan deb tushunamiz dedi. Ya'ni bu hukmul marfu' bo'ldi dedi. Hukmuhu hukmul marfu' bo'ldi demoqchi. Ya'ni Imom Shafiyning dalilini kuchlantiryapti hozir. Va vajh muxolafati lil qiyas. Ammo nima uchun bu? Qiyos xilaf bo'lgandan keyin, bu cho'qim Rasululloh bir ko'rsatib bergachga unda qiyosni tashlab turib bunda qilgan deymiz. Endi qiyosni qanday qilib qildi bu? Desa, anna taghlida fima waqa'a khata'an ba'idun an usul ash-shar'. Chunki xato bir jinoyat bo'lib qolsa, buni tulimini ig'irlashtirib shariatningki usul qoidasidan bakchiroq. Yani qasdallikka sal yaqinlashilgan, qasdallik tarafiga olib ketgan bo'lsa, o'chaqda tag'liz qildigan ishbatdi. Jinoyat ig'ir sanildi.
Hadi bu hata olgan ekan, ig'ir sanalmaslik lozim. Endi ig'ir sanalmaslik lozim deb kiritiblam, garchi birisini ig'ir sanaymiz degandikin, bu Rasulullohdan bir futurish bor ekan deb tushunamiz. وللفريق الثاني أن يقول إنه قد ينقدح في ذلك قياس لما ثبت في الشرع من تعظيم الحرم واختصاصه بضمان السيول فيه. أمدا مش إمام شافعي فريق الثاني ديگەnmi, yani şu İmam Şafii'nin onları. İmam Şafii yani manda deyişi mümkün. Manda bir qiyas o'ttirg'i chiqishi mümkün deydi. Haramni ulug'lash bor shariatda. Haramni ulug'lash bo'lg'achqa haramda o'g'lashga bo'lmaydi. Eğer o o'lab qolsa to'lam keladi, boshqa o'lab qolsa to'lam kelmaydi. Endi bu ihrom bo'lgancha ishni qilsa qon keladi, masalan. Bunda bo'lgan ekan, shariatda shunda haram oylarni ulug'lash bo'lgan ekan, bu yerda ishlangan jinoyatning jazosi ig'ir bo'ldi ekan deb bunda o'g'a boshqaga qiyos qilsak, bir qiyosmi qilishib qoladi deydi. Endi bir qiyos o'ttirib chiqadi deydi. Lekin buningdan da keskin da dalil yo'q. Sahabe kiramdan kelgan rivoyatlar bor ekan. Kitabud diyat fi ma dun an-nafs. Yuqorida jan to'limini bayon qilgan. Hozir bu badan a'zolarining badanni zaxmlantirish, lekin odam o'lmagan ahvolda shu badandagi zaxmlantirishning to'limlari edi. والأشياء التي تجب فيها الدية فيما دون النفس هي شجاج وأعضاء. Adam o'lmay, badan zaxmlangan ahvolda to'lam qiladigan zaxmlantirishlar ikki turli bo'ladi. Shijaj va a'do. Shijaj degan bo'yanning ustida, bosh tarafida bo'lgan zaxmlantirish. Yani shijajga yervetdigan bo'ldi, o'zida yervetishlar. Yervetishdan ko'pincha o'sha qalladan beshini yervetdi deymiz. Va a'do degan boshdan boshqa bu a'zoni zaxmlantirishdan iborat. فلنبدأ بالقول في الشجاج. نقول biz başta çoğudan başlayacağız. وعلى من تجب والنظر في هذا الباب في محل الوجوب وشرطه. diyet qanda urullada vacib bo'ladi. Qanda zaxmlandir, qanda yeritishlarda deyli. Va fi qadrihi al-wajib. Yani qanchalik vacib bo'ldi? Birsan beshin yeritibdi, necha tugi kildi? وعلى من تجب kim to'laydi va mata tajib qachon to'lish kerak va liman tajib kim oladi buni degan. Famma mahallul wujubi endi mushjajda 5 ni yeritganda 5 ni zaxmlantirishda to'lam qiladigan ahvollar shu shijaj bo'ladi yoki a'zolni kesib, ya'ni boshni yeritish bo'ladi yoki badan a'zolarini kesitishdan iborat bo'ladi. Va shijaju ashratun. Hamda 5 ni yeritishning turini biz 10 turli qilib ayiramiz. Fil lugati val fiqh. Lug'atda 10 turga ayrildi, istiloh ma'nosida 10 turga ayrildi. Yani lug'at ma'nosi bilan istiloh ma'nosi o'xshash. Avvaluha ad-damiya va yallati tudmil jild. Damiya degan shu teriga azroq qon paydo qilib qon chiqaradigan zaxmlantirish. Eng yengillantirish. Summal kharisa va yallati tashuqqul jild. Andan terini yervetgan bo'lsa kharisa deb ataymiz. Summal badi'a va yallati tubdi'ul lahma ay tashuqqu. Andan terini mo yerib, go'shtni azroq yervetgan bo'lsa badi'a deydiganmiz. Summal mutalahima va yallati akhdat fil lahm. Go'shtni ishkirgirak chirib zaxmlantirgan bo'lsa mutalahima deydiganmiz. ثم السمحاق وهي التي تبلغ السمحاق. السمحاق degan narsaga yetib berib darajasi shu qadar bo'lgani cho'nqirligi. Simhaq degan nimasi? Wal ghasha'ur raqiq baynal lahmi wal 'azm. Go'sht bilan istixonning o'rtada bir parda bor edi. Shu pardaga qadar bir zaxmlangan bo'lsa, istixonni ochmadi ekan. Shu parda qadar bir tekkan bo'lsa, simhaq deb ataymiz. Mana aslında terin yerlatdi, go'shtni azroq nima qildi bijadan, ondan ashunning terisiga qadar borgan bo'lsa, so'niki bormaydi. Bu simhaq bo'lgan. Mutlaqida go'sht ishlatiladi-ku. Go'shtning orasiga kirsa. Wa yuqalu laha al-malta bil-madd wal-qasr. Bil-madd degani malta deymiz. Qasr degani malta.
ثم الموضحة وهي التي توضح العظم أي تكشفه عندن سوقنا كرنغان قلب شيء قدر باغم بوسا وجهه موضحة ولكن ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم عند هاشمة ديان اشتخان سوقنا سندرتلغان چقلتلغان ثم المنقلة وهي التي يطير العظم منها منقلة ديان شو اشتخان جايدن ويوم بين ويتكوتلغان باچلا ثم المأمومة وهي التي تصل الدماغ أشو منسن كتخغا يتبردغان زخمن درش مأمومة يعني الآمة دمدين من كتخنا أشدم كتخردب قلدغان درجة زخمن درسا bu ma'muma. ثم الجائفة وهي التي تصل إلى الجوف. الجائفة ديان بدننا iç qismiga bardo degan. Bu ham jaifa degan shijaji xasa masalasi. Bu mesela qo'saq chiqqan bo'lsa, qo'saqning uchiga, pishaqning uchi bo'lsa jaifa. وأسماء هذه الشجاج مختصة بما وقع بالوجه منها والرأس دون سائر البدن. مشو shijajninki 5 yer o'tish degandan bu yuz yoki boshqa munosabatlik deydi. Ammo boshdan boshqa badanga munosabatsiz, lekin jaifa degan munosabatlik. Wasmul jurhi yaxtasu bima waqa'a fil badan. Yaralandirish, jarohatlantirish degan mush ism badanga kelgan bir zaxmlantirishga xos ismdir. فهذه أسماء هذه الشجاج. demak shu yuqoridagisi boshni yuzni eritishga munosabatli ismlar. فأما أحكامها أعني الواجب فيها. Al mujna eritga ahvolda nima qilish vojib bo'ladi? Buni hukmi nima desak, فاتفق العلماء على أن العقل واقع في عمد المودحة وما دون المودحة خطأ. Olimlar ittifoq etdi. Mudihani yuqorida o'tdik. Ya'ni so'ngni ichib qo'ygan zaxmlantirish. Qasddan anda 5 yer o'tib, 5ning ichidagi so'ngni ichib qo'ygan bir ahvol bo'lib qolsa, diyet kildi deydi. Ya'ni yuqorqi nimadan mudihada kelgan diyet, boshqa kelmaydi. Yuqori 10 turlik desak, 10 turning bir turligida diyet kildi deydi. وما دون الموضحة خطأ. قصدن لبقاسا مودحدن كلدو. أن قصدن بمغان أهوالدا مودحدن باشقلادي كلدو ديد. واتفقوا على أنه ليس فيما دون الموضحة خطأ عقل. أن موضحدن توان بوغان جنايتلاردا خطأ جنايت كلان بوسا بكتلگن bir تولم كلميدو. وإنما فيها حكومة. أن قندا تولم كلدو. Bunu muvafiq bahalab yahkum bihi zawa adlin degandek ishki tajribalik odamlar kirib manda zaxmlantirib qanaqa pul to'lasa mana pul to'lasin deb bekitib qo'ysa shuni. Lekin shariatda 5 to'ga yo 10 to'ga deb unda aniq bekitgan ahvol yo'q deydi. Qala ba'duhum ujratut tabib. Ba'zida shu doktorxonaning chiqimini qilpasi bo'ldi. Illa ma ruyan Umar va Uthman radhiyallohu anhuma annahuma qadaya fi as-simhaq bi nisf diyat al-mudiha. Ular simhaq darajasiga 5 yer o'tish masalasida mudiha darajasiga 5 yer o'tish masalasining to'limining yerimini bekitib o'tgan. Masalan, mudihada 5 to'ga desak, simhaqda 2 yerim to'ga. Yani 50 tillar desak 25 tillar. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قضى فيها ب4 من الإبل. simhaqda Hazrat Ali 4 to'ga hukm qilib qo'ygan. وروي عن زيد بن ثابت أنه قال في الدامية بعير. عند زيد بن ثابت رضي الله عنه من دا ديالك رواية قلنبتو. دامية درس كلاب قاسا برتوكيلدو. بادعة شكتوغا. مطلع أحمد وشتوغا. سمحقت تتوغا. والجمهور من فقهاء الأمصار على ما ذكر. الجمهور نقارشنا ما هذا مودحدن başqada bektilgan unda o'lcham yo'q. Unda hukm bo'ldi. Hukuma degan eni qo'ldimi? Hukuma degan tajriba egalaridan ikkala hukm qo'ydi. Qanday hukm qildi? Musha zaxmlangan kishini qul deb bir farz qilib turamiz. Bu qul bu. Yani buning saqolatga ba'zida ish pul bozorda 15 ming ko'y. Yani 5 yil ketgan holatda ba'zida ish pul 10 ming ko'y. Undan ki 5'nin zaxmlanishi 5 ming ko'y qimmatini tushiribdimi? Undan keyin 5 ming ko'y to'laysiz.
Hükümet deganim o'sha. Eslatı saklasa o. Eslatı sak. Mesela bireyler Boş. sizning boshingizdan yer o'tdi. Yer o'tgan ekan, so'ngni ichib qo'ygan daraja bo'lsa 5 to'g'ri bilan pishiribdi. Lekin so'ngni ichadigan darajaga bormadi. Azroq go'shtni ichibdi masalan. Undan ekan, buni nechta to'laydi desak, shariatda manch tugida bitgan bo'ladi. Undan to'lamsiz qo'yasak bo'lmaydi. To'lam bekitilar. Qanday bekitmas? Ikkala kirdilar mashhurda bekitib qo'ysin bo'lmaydi. Buni bekitish usulida sizni bir qul deb faraz qilib turib, qul bo'lsa qiymati 15 ming qo'ydi bozorda. 15 ming qo'ydi setildi deb. Ondan sizning bosh yeri holatda yoki shunday bir zaxmlangan holatda bir baholab baqsa 15 ming qo'ydi, bo'lsa 10 ming qo'ydi. Bağlaydigan bo'lsa, undan 5 ning yerilishi. Hozir qancha qimmatni kamaytirib turibdi 5 ming qo'yni kam qilib qo'yibdi buning bahsini degan ekan, unda 5 ming qo'yni to'laysiz. Siz 5 ming qo'yni buzib o'tdingiz hozir. Degan tariqada bekitgan. Hozir qanday bekitgan buning bahsini yo'qadi. Hozir ishkaydan bor hukm qo'ydi. Yahkum bihi dawa'at. Doktor bunu o'tsin. Doktor bunu to'lagan bilan odamning zaxmisi yana qolibdi, soat qilib qo'ysin keyin, tamom. Hukumat degan shu. والجمهور من فقهاء الأمصار على ما ذكرنا موضحة اللام بيكتلجان باشقس بيكتلمجان حكومة بادنجان وذلك أن الأصل في الجراح الحكومة ونبلشتا أصل الجراح تا زخم الاندرشتا أصل حكومة حساب إلا ما وقتت فيه السنة حدا فقط لا عنده سنة يعني حديثتا برابر çek çigiri koyup mançıda bekitke ahval bolsa şunu o'tkilibdi. Bo'lmasa hukuma dayris qolibdi. Mudihada sunnat ashunda fil mudiha 5 min al-ibilda bekitdi, boshqasi bekitmaganligi qolib qolmaydi demoqchi ekan. Wa malikun ya'tabiru fi ilzam al-hukumati fima duna al-mudihati an tabra'a ala shay'in. İmam Malik anda şu mudihadan boshqa yengilroq zaxmlantirishlarda hukuma bo'yicha pichib qo'yish masalasida bu tatuq yoki shu eyibnak saqaysa ondan hukm bilan to'laydi. Chiroyli hech qanday chanmaylam saqib ketsa hukuma shaklda to'lam qilmaymiz demoqchi. Shay degan tatuq. Wal ghayru min fuqaha al-amsar yulzimu fiha al-hukuma bari'at ala shay'in aw lam tabra. Saqaymasin yoki tatuq saqib qolsin. Bunun da hüküme boyunca müşterek kılmaz cumhur. فهذه أحكام ما دون المودحة. Yuqori qilana mudihadan boshqa darajadagi bash yeritishning ahkamlari. فأما المودحة فجميع الفقهاء على أن فيها إذا كانت خطأ 5 من الإبل. ومودحة meselesinde icma vakit. Hata aslında yeritib so'ngini ichib qo'ygan ahvol bo'lsa 5 to'ga qildi deb. Agar qasddan qilib qolsa qisas qildi. Mudahada qisas qildi. Chunki buning nima uchun almishada 5 to'gada bekitdi, boshqildi bekitmadi. Ya'ni qasddan qisas qildi-da. Bu aniq cheki bor mana. Ustixon desak shu ustixon bir bilan misha to'xtadi. Lekin bunda qasddan qisas qildi. Lekin qisasni ijro qilishdanmi? Biz gakçiliğini sarsak bu ustixonga bormay to'xtab qolamdi bu pichoq. Yoki ustixonga tegib uni bir sundiritamdi, cheklatamdi u buni bir gap. Ya'ni dal qisas bo'yicha ijro qiladigan bo'lsa qisas qildi. Bo'lmasa 5 to'g'ri. 5 to'g'ridan kelishi buni cheki aniq bo'lgan. Boshqasining cheki aniq emas. 1 sant tishidimi pichoq, 2 sant tishidimi, 1,5 sant tishidimi ulanmaydi. Mesela kısas Allah'a bir bıçak alıp yanına okşaş kılamasa yap kısas gelmeydi hocam. Şikayetim olsa kısas olmaydı. Çünkü kısasken okşaş bulaşık. وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه لعمرو بن حزم. Amr ibn Hazm radhiyallohu anhuning saqlab kelgan shu maktubida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrida yozib bergan maktub. Ya shuni yozib ivatgan, ya shuni yozib bergan. Şular ailesinden de saqlab kelgan bir kitap. Shuningda ba'zi farz bo'lgan amallar,
bazı sunan, mustahabbatlar, yani bazı diyet ölçümleri yazılib bo'lgan. Bu asosan olimlar amal qilgan Hasan Sa'id derecalik el-Islam. Mashhur deydi shu. Ha, bu mashhur. Kitab Amr ibn Hazm deganlar hammalar hadis topildi. ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المودحة 5 دبتوقت يعني من الإبل دمكشي. Bu hadismi Amr ibn Hazm'ın hadisida yandishib 5 tugilganligini ko'rsatdi. واختلف العلماء في موضع المودحة من الجسد بعد اتفاقهم على ما قلنا يعني على وجوب القصاص في العمد ووجوب الدية في الخطأ منها. العلماء مودحة جنايتida qasdan o'z qisas qildi deganga ittifoq, xato o'z diyet qildi deganga ittifoq. Uningdan keyin bu mudaha ustixonni ichib qo'ygan kesib o'tishda zaxmlantirish. Bu badanning hamma yerida bo'lamdi, boshdan bo'lamdi deb ixtilof chiqib qoldi dedi. فقال مالك لا تكون المودحة إلا في جهة الرأس والجبهة والخدين واللحي الأعلى. İmam Malik aytdi bu mudaha degan faqatlanmış bosh tarafda bo'ldi. Yoki peshonasi cheksa emas, yo ichki mangzi yoki ustun ingak deydi. Masalan, yoki qadar ingak desak, ustun aslan ingak deyishimiz mumkin. Mush tarafdan bo'g'inni mudaha deymiz. Va la takunu fil lahi al-asfal. Aslan bu ingakda mudaha bo'lmaydi deydi. Lianna fi hukm al-unuq. Ast tarafdagi ingakni bu bilan tava deb qaraydi. ولا في الأنف برندما مدحب مالكا ما برند استثناء للتنجز. وأما الشافعي وأبو حنيفة إمام أحمد بن الله فالمودحة عندهما في جميع الوجه والرأس بلا هم شو باش تربنا هم مستا مدحب الدودبت. والجمهور على أنها لا تكون في الجسد بدن دبوا مايدو باش تربتلهم بلدو كلد بلدو. وقال الليث وطائفة تكون المودحة في الجنب. Mudah degan ma bexindim quvug'ini ichib qo'ygan masalan. Unda ishlab qolsa mudah bo'ldi debdi. Va qala al-Awza'i idza kanat fil jasad kanat ala an-nisf min diyatiha fil wajhi wal ra's. Agar 5 tarafda bo'lmay, 100 tarafda bo'lmay, undan 20 tarafda bo'lsa, boshda bo'lganninki yerim deyildi deb. Boshda masalan 5 tuga desak, badanning ost tarafiga yiqib qolsa, so'ng ichib qo'ydigan zaxmlantirish bo'lsa 2 yarim tugildi yoki 50 tilla bo'lsa 25 tilla. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في مودحة الجسد نصف عشر دية ذلك العضو. Hazreti Ömer'den bu rivayet qilibdi. Badanning kalladın boshqa tarafdagi badanda suxanni yalang'ochlab qo'ydigan, ko'sib qo'ydigan zaxmlantirish bo'lib qolsa, o'sha badanningki diyisining 10dan 1ning yarmi, ya'ni 5% demakchi. Masalan, bir qo'lda 50 tug keldi turishmi? 50 tug bo'lgan ekan. Bu 50 tug 10 bo'lsak 5 tug bo'ldi. 5 tugning yarmi 2 yarim tuga. وغلظ بعض العلماء في موضحة الوجه تبرأ على شيء. Bazı ulamalar yüzünü yerletken takdirde tat saqib qalsa, bu çağda diyetni ig'roq bekitgan bor edi. Yüzde tat saqib qoldi emas. Unda bo'lib yani 5 oy qaz balki chachilib turish mumkin. Fara'a fiha misla nisfi aqliha zaidan ala aqliha. Demak, 5 tuga deb qilgan bo'lsak, yuzda tatib saqib qolgan holda shu 5 tugining yani yerimini ustiga qatirganmiz. Yani 5 tuga 7,5 tuga bo'lgan. وروى ذلك مالك عن سليمان بن يسار. سليمان بن يسارdan İmam Malik shunda qarashni rivoyat qilgan. Süleyman ibn Yasarni biz fuqaha 7 fil Madina Madinadagi fuqaha 7dan birisi edi. وَاضْطَرَبَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ. İmam Malikning so'zi mush masalada muqim bo'lmabdi. فمرة قال بقول سليمان بن يسار ومرة قال لا يزاد فيها على عقلها شيء. Yani bir riyada kildigan diyet kildigan onda ortiq qilmaymiz debdi. Va bihi qala al-jumhur yani la yuzadu ala aqliha degan qarash bo'yicha jumhur dedi. Yani 100 da bo'lsa-mu, tatib saqib qolsa-mu, shu mudahaning 5 tuga kildi, uni ortiq qilmaydi. Wa qad qila an Malik innahu qala idza shanat al-wajh kana fiha hukumatun min ghayr tawqif. Agar yuzayında tatib saqib qolsa 5 tugida bunda bekitmay hukuma qilamiz debdi. Yani ba'zilar bunda ism qabul qilish mumkin. Aks bo'lib qolsa
Şu 5 bilan bermez. Ayol kishi olib qolsa, azroq ketib bermez. Chunki ayol kishidan unda o'zi nihoyatda muhim qaraldi, go'zalligimiz. Wa ma'na al-hukumati 'inda Malik ma naqasa min qimatihi. İmam Malik'in nazarida hukumat degan gap shu, qimmati to'lib ketgan qismini bekitishdan iborat edi. İmam Malik'in nazarida va boshqa imomning nazarida. Hammalar shunday qaraydi. Alloh kan abdan. Masalan, qul bo'lib qolgan taqdirda buning zaxmlantirish sababining qimmati qancha kamayib ketgan bo'lsa, shuni bekitsak hukuma bo'lib deydi. Jumhurning qarashi bu. Va ammal hashimatu fa fiha 'inda al-jumhur 'ushr ad-diya. Hashima darajasi zaxmlantirib qolsa, so'ngakni chekib o'tibdi. U ham yurishib ketdi so'ng. Bu chaqda jumhur diyatning 10dan 1, ya'ni 10 tigi kildi deb qaradi. وروي ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ولا مخالف له من الصحابة. وقال بعض العلماء الهاشمة هي المنقلة وشدة. بعض العلماء هاشمة degan shu munaqqila shu. Yani ustixonni chiqib o'tgandan ustixon bilan yurishib ketdi degan gap shu demoqchi ekan. Ikkisi bir gap demoqchi men. Shu diye beşte öğreniyorsunuz ya bütün diyelim. Ya bütün diyetmi? Diyet bir şeyde diyetul kamila. Hazırımda az sonraki bir taqalığını, sonunu içip koyğunu, beşçi koyğan ekan. Hazır bu anda taxamın çoğunqurraq, taxamın qattiq zarbilik nima oldu? Sonraki tigab, sonraki parçalab chiqib o'tgan hisobda olgan ekan, bu 10 tugi o'rildi deydi. وأما المنقلة فلا خلاف أن فيها عشر الدية ونصف العشر إذا كانت خطأ. إن قسم لقاسة أندم بر ديت كيلو دو منقلة. استخان تشقب استخان بيان يرشتوت كم بوسا. خطأ لقاسة نصف العشر كيلو دو 5 كيلو دو. فأما إذا كانت عمدا قصدا مثل سكاسك فجمهور العلماء على أن ليس فيها قود لمكان الخوف. Köpsük alanlar bu munaqqila jinoyatida qisas kelmaydi. Nima uchun desamiz, munaqqila o'xshash so'ngni chiqib beshig'i urla inigiga salla deb qolsa, o'lib qolish mumkin bu. O'lmabdi degan ma'noda o'xshash shunda zaxmlantirsak, bu o'lib qolish mumkin. Bundan qisas kelmaydi. وحكي عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه أقاد منها ومن المأمومة. Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhudan shu munaqqiladan ma'muma degan darajaga beshir o'tishdan qisas og'irligi rivoyat qilinibdi. Ya'ni masning qitqi qadar bo'lgan jinoyat. Va ammal hashimatu fil amdi, amma hashima degan ustixonni chiqib o'tgan bu qasddan bo'lib qolsa فروى ابن القاسم عن مالك أنه ليس فيها قواد ومن أجاز القواد من المنقلة كان أحرى أن يجيز ذلك من الهاشمة. أسخن شغل أسخن وينبغي يرشب كتكن أولدا قصص كيلدو ديgan bo'lsa hashimada albatta qisas kildi deyish kerak. Chunki hashima degan munaqildan tuvan. Ig'irda qisas kildi degan bo'lsa bu tuvanda albatta qisas kildi deyish kerak. Wa amma al-ma'mumatu fala khilaf annahu la yuqad minha. Ma'mumada qisas kelmaydiganligida asas ixtilof yo'q. Lekin Ibn Zubayr qisas oldi-ku. Ibn Zubayr qisas ijro qildi yuqorida mana. Va hukiya an Ibn Zubayr annahu aqad minha wa min al-ma'muma. Lekin bu yerda la xilaf emas, xilof bo'lishi mumkin. Yoki Ibn Zubayrdan rivoyat qilingan rivoyat beklam ojiz bo'lishi mumkin. وأن فيها ثلث الدية إلا ما حكي عن ابن زبير. ابن زبير كان ده برواية باب مسا أصل اتفاق. مأمومة درسك بشيرتشتا ديتنا مشتم بكلدو يعني 33 كلدو. وأما الجائفة فاتفقوا على أنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس. جائفة يقولوا الزقمة ديما جائفة بشيرتشتا. سنما هذا ميادبتو جقردا bu bashirat xas dedi. Hozir niyadikilar fattafaqu ala anna min jirah al-jasad la min jirah ar-ras. Hozir yuqoriga bir qarshidan gap qo'ydi. Yuqorida javob qo'ydi. Lekin ashun hammani shijaj xos bir rasga. Hozir bu yerda xos bil badan demoqchi. Ba'va tanaquz bo'lib qoldim. Va anna la yuqad minha. Bundan qisas kelmaydi. Va anna fiha thuluth ad-diya. Bundan 33 kildo. Va annaha jaifatun mata waqat fi adh-dhahri wal batn.
bexiniga yoki qo'sqiga yoki dumis pichoq tiqibsa, bu joiz bo'ldi ekan. Chunki pichoqni 1 santimetr, 2 santimetr, 5 santimetr javob kichiga hisoblangan. واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء. qo'saq yoki dumbizga bo'lmay bu zaxmlantirish boshqa a'zolarga bo'lib qolsa, fanafadat ila tajwifi, boshqa a'zoninki ishiga o'tib ketgan bo'lsa, فحكى مالك عن سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء. أرقندا a'zoning ishiga o'tib ketgan bir yaralandirish bo'lib qolsa, qanday a'zo bo'lib qolsin, sulutha diyati zalikal udw. Ash badanning diyatining 3dan biridir. Masalan, qo'l desak, qo'lning go'shi pichoq tiqib joyga borayotgan bo'lsa, bir qo'lga 50 tugildi desak, 50 tugining 3dan biri edi. 15 ya 16 degan. وحكى ابن شهاب أنه كان لا يرى ذلك وهو الذي اختاره مالك. ابن شهاب عندما قرمه كان إمام مالك ابن شهاب كان قرشنا أبطه لأن القياس عنده في هذا لا يسوء. çünkü bu yada qiyas to'g'ri chiqmaydi. وإنما سنده في ذلك الاجتهاد من غير توقيف. Bu yada İmam Malik'ning tayinini shariatda bunda bir belgilab turish yo'q. Biz o'zimizga ijtihod qilib bekitgan emasmiz. وأما سعيد بن المسيب فإنه قاس ذلك على الجائفة على نحو ما روي عن عمر رضي الله عنه في موضحة الجسد. Bu baş jaifege qiyas qilibdi. Yani şu Hazreti Ömer bedenning so'ngini echib qo'ygan zaxmlantirishda pishib qo'ygan bo'lgandan keyin jaifani shunga qiyas qildi. Said ibn Musayyab har bir bedenninki diyetini 3dan 1 qildi degan. وأما الجراحات التي تقع في سائر الجسد فليس في الخطأ منها إلا الحكومة. Onundan başqa bedenning uya-buyalarga tig'dak tutilgan yoki yangi tutilgan so'rab qolsa, bunda aniq bir diyet yo'q, hukmi bor edi. Al-qawl fi diyat al-a'da. Hamda hozir boshdan boshqa bedenning bo'yandan tuvan tushgan beden a'zolarining diyetlari. Wal aslu fima fihi من الأعضاء إذا قطع خطأ مال محدود وهو الذي يسمى دية. أمش دية مسلسة بدن أعضاء ديتدا أساس نمادسة خطأ كسرتلген أحوالدا أصل قاعدة belgilengen bir tülem var edi. 5 tüge, 10 tüge, 10 tüge dediğin mübarek. Lekin başını yaratışta asl qaidada tülem yok. Asl qaida hukuma lekin bir nas qilibdi mudahada 5 tuga deb shuni qildi. Lekin bu badan a'zolarimizda asl qoida tuga yoki tulam bektirlik. Va vallazi yusamma diya. Ana bu ma'lum mahdud nimadan iboratda? Diyatdan iborat shu. Va kadalika min al-jirahat va an-nufus. Yana jonda olsun yoki zaxmlantirish bo'lib qolsin, al-aslu asli dalil demoqchi. Al-aslu esa dalil deyiladi, asosiy dalil. والأصل فيما فيه من الأعضاء إذا قطع خطأ مال محدود وهو الذي يسمى دية وكذلك من الجراحة والنفوس. الأصل حديث عمرو بن حزم يعني بدن زخمlandırışta nüfus yani canı zamin bulaşta beden azalarını kesilişte malum bir bikitilgen tüleştiki asas delil müşahidistir. Hadis Amr ibn Hazm an abihi. Hadis Amr ibn Hazm dablan to'xtasak shu to'g'ri. Yoki hadis Muhammad ibn Amr ibn Hazm an abi desak bu to'g'ri. Ibn Hazm shu qo'yib Ya. Nimsa to'xtash to'g'ri. Nima uchun? Amr ibn Hazm bundan dadasidan rivoyat qilgan, Hazmdan rivoyat qilgan. Amr ibn Hazm shu rivoyat qilish uchun. Yani buni an abi desak Muhammad ibn Amr ibn Hazm an abihi Amr ibn Hazm desak to'g'ri. Rivoyat qilgan hadisdan Nasai rivoyat qilgan va boshqa rivoyat qilgan hadis shunda oxiri Amr ibn Hazm. Yani Hazmda rivoyat qilgan, Amrdan rivoyat qilgan. Undan keyin buni bir xatolik bor. Ya Muhammad ibn Amr ibn Hazm an abi desak Muhammad ibn Bashir tetib qo'ysak to'g'ri chiqadi yoki hadis Amr ibn Hazm deb bilan to'g'risak to'g'ri chiqadi. Sizning kitobdan asli izohlab qo'yganda
أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم في العقول demek Resulullah aşk kişiga yezib bergan bir maktub bor. Shu vali bo'lgan bo'lsa yezib ivatgan mesela. Manda ijro qil. Ma ish farz, ma sunnat, ma bunda tulam jinoyat ahkamlari, qonunlari deb yezib bergan bir maktubnoma bor. Ash maktubda, ash maktub fil uqul deydi. Bu diyetlarda kelgan deydi. Asli bu fil faraid va sunan va diyat deymiz. Başqaca farz ahkamlar, sunnat ahkamlar bor narsalar. Şunun qatoridan da oxirida diyet ahkamlari bor. Va fil nafsiyatun min al-ibil deganim shu qator. Bunda keldi inna fil nafsi mi'atan min al-ibil va fil anfi idza istaw'aba jad'an to'liq kesilib qolsa burunni to'liq kesilib qolgan ahvolda mi'atun min al-ibil yustuga keldi. Va fil ma'mumati thuluthud diya ma'muma darajasida yani mansdan qadar bo'lgan zaxmlantirishda diyetning 3dan 1 keladi. Fil jaifati mithluha bunun 3dan 1. Fil ayni 50 bir ko'zda 50 tuga. Va fil yadi 50 bir qo'lda 50 tuga. Va fil rijli 50 bir putda 50 tuga, 2 putda 100 tuga. Va fi kulli usbu'in mimma hunaka 10 min al-ibil. Putida yoki qo'lidagi har bir barmoqqa 10 tuga. Va fi sinni wal muwaddihati 5. Bir tishni tugasa yoki muwaddiha yerlantirib qolsa 5 tugadi. Yani bir tishni 5 tuga bo'lsa, hamma tishni tugatib qolsa bir insonning diyetini ortib ketadi. Bularni qarqash qilib qolsa 30 kishi bo'ladi ekan. Jiq foydali ekan. وكل هذا مجمع عليه إلا السن والإبهام. مش أما اتفاق كده إلا السن والإبهام baş parmaktan doğru baş madak. Mağalda 18'sek mağalda mesela 12-15 deyilgan artırak kirdi deyilgan boşu. Bunun rolü çok değerli. فإن مختلفوا فيها على ما سنذكره ومنها ما اتفقوا عليه مما لم يذكر ها هنا قياسا على ما ذكر. Demek yukarıda hadis kâgenge kıyas kıtırıp ittifak kâgenlerim var. Yani ihtilaf boğalları var, onu biz bayan kılımız. فنقول إن العلماء أجمعوا على أن في الشفتين الدية كاملة. İki kalbuk, aslında üstünden iki kalbukta bir diyet ediyor. İki kalbukta geçirip kalsa bir adamın, tuluk bir insanın tuluğunu kılıyor. Bunu da ittifak ediyor. والجمهور على أن في كل واحدة منهما نصف الدية. Köpçük alınan da hem de ittifak çıkken ten kesip kalsa bir insanın tuluk üstüge. Hem de birini kesip birini saklayıp koyuyor diyende cumhur şu birge 50 yılda misal olayımız. Farkı yok çıksın olabilir. Aslındaki kalpuklar üstündeki kalpuklar. وروي عن قوم من التابعين أن في السفلى ثلثي الدية لأنها تحبس الطعام والشراب. Bazı tabiiler astınqı kalpukninki rolü çoğunraqtı. Çünkü astınqı kalpuk tamaq binasında tosab tutup duralaydı. Demek ekan. Bunda diyetning 3dan 2 kilodi, üstünlükке 3dan 1 kilodi demek. Ve bil cümleti fe inne hareketaha vel menfaati biha a'zamu min hareketi şefatil ulya. Demek astınqının rolü çoğunraqtı demek ekan. وهو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وبالجملة فجماعة العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج من الإنسان الدية ما خلا الحاجبين. العلماء هم أساسا فتوى برد مش فقه قراشını bayan kılıp kılıvatkan biz tanıydığı şu imamlar hemmesi insanın bedeninde azza bir cüp bulup kalsa bu tuluq bir diyet kıldı deydi. Ma khalal hajibayn. İki kaştan başka. İki kaşını kesip bağırsa o tuluq bir tutan kemer değişmiyor. Yani onu başta yani ihtilaf var edilen. Ve tediyey er-racul. Yani erkekten iki emçikini kesip bağırsa. Peki ayar kişinin kesip bağırsa tuluq diyet kıldı çıkın kesmez. Çünkü onun rolü çoğun. Balığın da güzellik meselesi var. Peki erkekten de onda rolü olmayan
Badanda ikkidilan, yani vücutdilan narsa bo'lib qolsa, to'liq bir diyet bo'ladi. Birisiga 20 kildo dedi. Lekin hajmida ixtilof bor. Tabiiy arasida ixtilof bor. Undan boshqa mesela shunda ikki ko'z bo'lsa bir diyet. İki quloq bir diyet. İki qo'l bir diyet, ikki bir diyet. Shunda olmon ekan. İki qapoqmi bir diyet deyishimiz mumkin. İki börek bir diyet. واختلفوا في الأذنين متى تكون فيما الدية. İki kulağını kesip kalsa kaçan da tuluk diyet oldu. فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث إذا استلمتا كان فيما الدية. Yani tigidin kesipse, tuluk kesip kalsa iki kulağını tuluk bir diyet kıldı. وَلَمْ يَشْتَرِطُوا إِذْهَابَ السَّمْعِ. Yani gasolap kılışı şart emas. Belki tuluk kesilmezse yani anlardan oluşu mümkün. Şunlar da bir diyet kıldı. Bel calu fi dehâb es-sem'i ed-diye mufrada. Yani takbula kulakla işkine tuluk kesilmezse bir diyet anlayıcılar iktidarı kaptasın. Kulakla kesilmezse anlaş iktidarını yoktu etken olsa anlaş iktidarını öyle bir diyet kıldı. Mesela bundan segment kulak sakin. Deki iki kulakta vanmını uruplar ya qattiq ovoz chiqarishidan pank bor. Buni pap ovoz qilsa, tuluqsa ko'rinib tursin bir diyet qildi. Chunki anglash iqtidorini yo'qotdi. Tuluq diyet qildi. Wa amma Malikun fal mashhur indahu annahu la tajibu fil udunayn ad-diyatu illa idha dhahaba sam'uhuma. İmam Malik şu pank qo'ysa, andın tuluk diyet kıldı bulmuşsa yerim diyet kıldınız. فَاِلَّمْ يَذْهَبْ فَفِيهِ حُكُمًا Hüküme kıldı demek. Muvafık bağlıyken. وَرُوَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى فِي الْأُذُنَيْنِ بِخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ Kulakka 15 tüyde pişip koyup وَقَالَ اِنَّهُمَا لَا يَدُرَّانِ السَّمَعِ Bu kulak kesilgen bilen anlaşıklarınız yani düzenmeydi o. وَيَسْتُرُهُمَ الشَّعْرُ اَوْ الْعِمَامَةِ Kulağına mesela çarşıdan çıkarak koyarsan, ürgep dursa görenmeydi o. Ya ki selli koyarsa mı çanmaydı o diyorsun. Yengildim açıkken. Anlat buğan dikenlenmeyle. وَرُوِيَنْ عُمَرَ وَعَلِي وَزَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمْ اَنَّهُمْ قَدَوْا فِي الْاُذُنِ اِذَا اسْتُلِمَتْ نِصْفَ diye. Tigidin kesip eletilgen bir kulakta yerim diyet hüküm tutken. İki olsa bir diyet. وأما الجمهور من العلماء فلا خلاف عندهم أن في ذهاب السمع الدية. Köpçük alimler anlaş iktidarını yoktu koysalar bir diyet kıldı dedi. وأما الحاجبان iki kaş nama ıhtılap diyen top. ففيهما عند مالك والشافعي حكومة وقال أبو حنيفة فيهما الدية. İmam Ebu Hanife şunun diyeti var. İki kaş ne mesela çıkmaz koysa ya ki kesip ödetip kaşsız koysa tuluk diyet kıldı o. Çürüt tutmaz ve ise bulmayın. Çürüt tutmaz ondan boğanken onun hükümet iş mümkün. وكذلك في أشفار العين. أشفار العين diyen kirpik üngen ceyla. Kirpik ne günde kapakның lilige ünüdü. Ama şunu demek şey. Kapakның kiri. Kirpik üngen ceyla. Fiyani kesip ödetse. وَلَيْسَ عَنْدَ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ إِلَّا حُكُمًا Bunun şunda okşaş. Cumhur ikisine kesip bağırsa diyet kıldı dedi. İmam Malik hüküm kıldı dedi. وعمدة الحنفية ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في كل اثنين من الإنسان الدية. İbn Mesud radıyallahu anh mı dedi yani bedende iki narsa olup kalsa şu ikide tuluk bir tölen kıldı, biri de yerim tölen kıldı diyen muşunu tayandı dedi. Ve teşbihuma bima ecma'u aleyhi min al-a'da'l musanna. Yana şu başka insanda ikiden bağlıgan azalığa kıyas kılıştı. Yani iki kol, iki fıtkı kıyas kıldı. Nağınken bunun toluk diyet kıldı demek ki. وعمدة مالك أنه لا مجال فيه للقياس وإنما طريقه التوقيع. من قياس سمعته بو فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكتب بس بالغاش بو. فما لم يثبت من قبل السماع فيه دية فالأصل أن فيه حكما. نağınken şeriatta seyir edilen diyet bekitiş bulmaganken biz bunu da asli halet tacımız o bolsun hükümet demek. Bunun da asli kaide hüküm oldu. Ve aydan fe innel havacibe leyset
a'da'a laha manfa'a va la fi'lun bayin. Ya'ni havajib deganmi? O alohida bir roli bor, bunda muhim bir a'zo emas. Nima unda go'zallik nimasi bo'lishi mumkin, lekin normal badanda qo'ldek, ko'zdek bunda bir roli yo'q demak. Go'zallik tarafidan. Undan boshqa bunda qashninki ma'lum bir vazifasi yo'q. Mesela ko'z ko'rdi, til so'zlab turdi, qo'l masalan bir narsani ko'tarib berdi, lekin qashga bunda turib turdi emas. Ayollarning o'smasak qilgan. Go'zallikka ta'sir etadi desa bo'ldi. Chunki Alloh taolo insonni fi ahsan taqvim unda yaratganligini chiroyli ham bir qashni masalan bir joyga yutkab baqala qanday bo'lib qoldi ekan. Yo'qlab qolsa shunda. Biz yuzi o't ketgandi, qish kelib ketgan bo'lsa, qarab qolsam, satolab qoldi. Balki ayollarning ham qishi yo'qlab qolsa, bu ayollar butun dunyodan o'lgandek bo'lishi bo'lsin. Ya'ni daruriyan fil xilq, ya'ni yaratsa zurul bir xizmati yo'q uning. Faqat shunday ham turib turgan go'zallik tarafi bor. Undan ekan bu yengilandi, to'liq yetkildi deb hukumat desak bo'ldi deb. Qish yo'q bo'lsa cheksa bo'ladi. Chunki bu bir ayb. Aybni o'zini tuzab qilsa bo'ldi. Lekin odatda normal buni taxmin go'zallashtirdim unda qilsa bo'lmaydi. Va ammal ajfan bu qapoqlar deylar. Yani ko'zni yo'g'ab turadigan, ko'zni asraydigan qapoqlar. Yani her ko'zda ikki qapoqdan 4 qapoq bo'ladi. Ostdan qapoq, ustdan qapoqda. Tushunami? Shu ajfan deb ko'pga olib keldi. Faqila fi kulli jafnin minha rubu'diyan. 4 olgan ekan, har birda chorak diyet qilgan. Va bi qala Shafi'i val Kufi, yani Imom Abu Hanifa. لأنه لا بقاء للعين دون الأجفان. çünkü muş qapoq bo'lmasa, ko'zni asrab turmasa, ko'z bu ketadi. وفي الجفنين الأسفلين عند غيرهما الثلث وفي الأعليين الثلثان. Bazı üstünki qapoqda sulusayn keldi, ostınqisinin roli azizroq, bunun sulus keldi deb baxtdi. Kalbga o'xshash. وأجمعوا على أن من أصيب من أطرافه أكثر من ديته أن له ذلك. Beden azalarında mesela netçe beden azalar kesip ketip zahmelengen bolsa şu hemmesiga to'lab ilayurdi dedi. Masalan, ikki qo'lni kesib tutgan bir diyet keldi. Ikki kesib tutgan bir diyet keldi. Tilni kesib tutib bir diyet keldi. Ikki ko'zni tutib bir diyet keldi. Insonning a'zolaridan 5-6 diyet qilishi ilayurdi dedi. Hemen. Ekan bu diyetni to'lab ketgan ma'dab qo'lini kesayotgan odam qancha o'tiribdan qilsa bir diyet qiladi. Mesela mashinada so'qotib, shalablarga zahmni qas keyin bu doktorning qilib pul to'lab ketmaydi plan, ya'ni aqli yondirib olib o'tirib ketgandek bir ish. Misla an tusaba aynahu va anfuhu falahu diyatan. Ko'zni qo'yibdi, burnini kesibdi, 2 diyet keldi. Ya'ni 2 quloqni kesibdi, 3 diyet oldu. Ve emmel unsayan, yani el-khusyatan demek, taş börek. Fe'ecma'u aydan ala enne fihime diye. Muş ikisinde tuluq bir diyet var. Yani bir insanlar şunda taş böreğini suğurup aqtiqilib qalsa bir diyet qildi. Çünkü bu şu nima demek ki şu Amr ibn Hazm'ning kitabı kaga hadisda kelgan. Ve fil unsayan diyet. Ve qala jami'uhum amma alim debto inna fi kulli wahidatin minhuma nisfu diyet. Her birde jami'uhum degine inşaatda cumhur deydi. Bular hammaylar shunday dedi. Bir börekte yerim diyet var. İkisi bütün diyet var. Lekin Said ibn Musayyib'den shunday bir rivoyat kelib qoldi. Bu rivoyat hamda aciz bo'lgan ekan, biz yana Said ibn Musayyib hammaylar ittifoq divetliği rivoyatni deb qo'yamiz. Annahu qala fil baydatil yusra thulutha ad-diyet. Taş börekning gapi, sol tarafdagi tutqunda diyetning 3dan 2si keladi. Bunun rolü muhim demek. Li'annal walada yakunu minha. Çünkü farzand ashundan to'rildi deb. Va fil yumna thuluth diyet. On tarafdagida diyetning 3dan 1. Bunun roli ajroq demek. Lekin bu hamda haqiqiy isbotlangan gap bo'lishi mumkin. Fa hadihi masailul a'da'il muzdawaja. Va yuqorqilar insonda jup bo'ladigan beden a'zolarining masalalaridir. Va ammal mufrada unda taq a'zo bor bo'lib qolsa buning masalalari yani bedende birisidan bo'lgan a'zolar fa inna jumhurahum ala anna fil lisan khata'an addiya. Birisining tilini xato kesib qolsa to'liq bir
diyet kıldı. Bir insanın tolimi kıldı. وذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أش عمرو بن حزم حديث ده وفي اللسان الدية كاين وذلك إذا قطع كله طلق كسيتقاس أو قطع منه ما يمنع الكلام يعني قبل ما درس ده مش باش كسيتقاس طلق بردية كل دبت فإن لم يقطع منه ما منع الكلام ففيه حكمه جبناق qılanmaydigan qo'ymoqda lekin azroq bir qismini kesib o'tib gap qiladi degan unda bo'lsa bunga hukm qildi vaqtalafu fil qisas fihi amdan amma tilni kesib olsa qisas kiramni kam mamdu deganda ixtilof bor edi kaminum man lam yara fihi qisasan va awjaba diya ba'zilar qisas kelmadimi deydi qildi nima uchun masalan nima uchun tilni kesib olsa qisas kelmaydimi bu ibodat qilmaydi bu unda bir xil rezingidek bir badan yani badan a'zosi yani dal masalan biz mana u yerdan kesib ekan shundan kesil deb unda bekitib olmaydi bu bir xil nima elastik yani unda so'zilib turadigan raqamda uzraydandek bir a'zo bo'lgan ekan uni dal bekitib olmaydi deb qisasda dal o'xshash bo'lishini shart qilishga o'xshash bo'lmay qoldi deb shuna qisasdan diyetga kelganlar bor وهم مالك الشافعي والكوفي أبو حنيفة لكن الشافعية يرى الدية في مال الجاني والكوفي ومالك على العاقلة وقال الليث وغيره إمام أحمد بالله في اللسان عمدا القصاص إمام أحمد إمام ليث تلنا قصدن كسبت قصاص كل دته وأما الأنف برن كاسك فأجمعوا على أنه إذا أوعب جدعا على أن فيه الدية طلق كسرت القاسة برن طلق بردية كلدون على ما في الحديث أشو حديث عمرو بن حزم ده وفي الأنف الدية ذكاك وسواء عندما ذهب الشم أو لم يذهب فرش اختداره طلق بكول كسرن يعني فرش اختدار قبل بنك كسب كسم باربر أخشش وعنده أنه إذا ذهب أحدهما ففيه الدية برسي برناش go'shi birisi furash imom malik nazarda shu ikkisining biri qo'ldan ketib qolsa ya'ni burunni kesib ketdi yoki furash iqtidori yo'qolib ketib qolsa fafihi diya to'liq diyat qildi va fi dhihab ahadima ba'd al-akhar ad-diya al-kamila buni kesib ketgandan keyin bir muddatdan keyin lamotida furash iqtidori yo'qolgan bo'lsa to'liq diyat qildi debdi وأجمعوا على أن في الذكر الصحيح الذي يكون به الوطء الدية كاملة يعني ذكرنا كسيت قاسمة هو شو نورمال ساق وظيفة إجراء قلادان بوسا طلق بر ديت كل دود واختلفوا في ذكر العنين أن هو ساق مسكن أجندا كسل قلادان أدمن ذكرنا كسيت قاسا والخصي الخصي bu masullat tayahudi ikki tash bo'rikka suvurib iritilgan buni da tilabba kama ixtalafu fi lisan al-akhrasi va fi yad al-shalla yana gachi kishiningki tilini kesib qolsa tilabba yana ishlamaydigan palaj qo'lni kesib qolsa tilabba فمنهم من جعل فيها دية ومنهم من جعل فيها حكومة ومنهم من قال في ذكر الخصي والعنين ثلث الدية فهذا بوش كسنين كده ديتنا اشتنبر كله والذي عليه الجمهور أن فيه حكومة كبسك الله حكومة ولم يشترب قلماز وأقل ما تجب فيه الدية عند مالك قطع الحشفة diyet vacip bo'lgan kesish qanchalik kesishsa aqallisi 3 tarafini kesish summa fi baqi zakar hukmi demak 3 tarafini biz shuni hisoblab turib bir diyet kildi deyganmiz endi uningdan boshqa tarafini kesishda hukmi deb bekitganmiz undan keyin bir diyet kap bo'lgandan keyin yana qolgan qismiga nisbatan hukmi baholab ya'ni uning qo'shimcha to'laydi demakchi والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يعني فقط çat çıkmaydigan qo'yash saqal o'lmaydigan qo'yashni bor diyet ibodat uchun